Hammaga assalomu alaykum. Bugun mana shu hovlini biz ko'ramiz. Mirzo Ulug'bek tumani Choyxona Salom orqa tarafda biz hozir tupikovoy ko'chada biz 3 sotuvda qurilgan hovlimiz. Ozroq mehr berish kerak hovliga. Mana bu yerda letniy kuxnya uchun joy, zelený zonaga ega. Bitta mashina bemalol kiradi. Ichidan keyin mana bu fasad holati. Uy lekin mustahkam qurilgan, zo'r qurilgan. Kirganimiz bilan mana shunaqa katta hol bizani kutib oladi. Tak, adashmasam mana bu yerda kuxnya joyi. Bu hovliga kirmaganimga 3 yil bo'ldi. Tak, mana bu yerda gostivoy zal. Katta plus. Bu yoqda ikkita spalnyamiz. Mana bu yerda общий sanuzel. Mana bu yerda bitta spalnya, mana bu yerda esa sanuzelga joy qoldirib ketilgan. Bu yerda endi qorong'uroq, unaqa yaxshi ko'rinmayapti. Mana bu yerda chiqqanimiz bilan ikkinchi qavatda katta mana shunaqa hol kutib oladi. При желании mana bu yerda yo'q bitta spalnya bo'ladi. Mana bu yerda ikkinchi xona, umumiy sanuzel. Mana bu yerda ham bitta xona o'zining sanuzeli bilan и mana bu yerda ham bitta xona o'zining sanuzeli bilan. Mana bu mansarda katta. Mana bu yerda bitta xona qilib qo'yasizlar. Mana bu yerda ham bitta xona, 3 ta xona, 4 ta xona. Xullas kalon joy vasi yetarli. Podvalga tushdik. Podval ko'rib turganlaringizda bitta katta xona tushganimiz bilan mana bu yerda kichkinaroq xona, mana bu yerda yana дополнительный xona. 390 ming narx. Ashi zo'r narx lekin deb o'ylayman.